oxirgi paytlar judayam meni asabimga tegayotgan narsa sabr ayolga nisbatan deyishadi. Hamma erkaklarning og'zida bitta gap: ayol sabr qilishi kerak, ayol unaqa bo'lishi kerak, nima bo'lishidan tashqari ayol sabr qilishi kerak, erkaklar roziligini olishi kerak. Xo'p. Nimaga qanaqadir vaziyat bo'lganda, o'sha oilada kamchilik bo'lganda, erkak kishi qanaqa qilib ko'proq topiy deyish kerak emasda, ayol sabr qilish kerak. Nimaga erkak kishini qanaqadir yomon privichkasi bo'lsa, ichadigan, yuradigan, chakadigan qilig'i bo'lsa, u o'zini to'g'rilashni o'ylash kerak emasda, ayol sabr qilish kerak. Nimaga qanaqadir muhit uyida, joy sharoiti yomon bo'lsa, erkak qo'tini ko'tarib yaxshiroq pul topishga harakat qilish kerak emasda, ayol sabr qilish kerak. Ko'p narsa so'rab olmayapmizmi faqat ayollardan?